O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-iyuldagi 257-sonli qarori asosida nogironlikni belgilash tizimi takomillashtirildi. Bu tizim shaffoflik, qulaylik va tezkorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Fuqarolar uchun murojaat qilish hamda nogironlik belgilashning bosqichma-bosqich tartibi. Birinchi qadam ariza kiritish tartibi. Fuqaro Inson ijtimoiy xizmatlar markazining operatoriga, ijtimoiy xodimga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki oilaviy shifokorga murojaat qilishi mumkin. Ikkinchi qadam murojaatni ko'rib chiqish tartibi. Har bir kiritilgan murojaat hududdagi oilaviy poliklinikaning bosh shifokoriga kelib tushadi. Bosh shifokor kelib tushgan murojaatni elektron tizim orqali tegishliligi bo'yicha oilaviy shifokorga yo'naltiradi. Murojaatni ko'rib chiqish muddati 15 kun. Uchinchi qadam oilaviy shifokor ko'rigi. Oilaviy shifokor bemor holatini tahlil qiladi. Kasalliklar standartidan kelib chiqib, har bir kasallik turi uchun alohida davolanish muddatlari va tibbiy tekshiruvlar avtomat shakllanadi. Shu asosda bemorni davolashga va tibbiy tekshiruvlarga yuboradi. Nogironlik belgilari aniq ko'rinib turgan anatomik nuqsonlar, shuningdek noxush klinik prognozga ega kasalliklarga chalingan shaxslar uchun muddat talab qilinmaydi. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasiga yuborishga asosli deb topilganda yo'llanma tayyorlaydi. Asossiz deb topilgan holatlarda sababi ko'rsatilgan holda fuqaroning murojaati rad etiladi. Yo'llanmalar zudlik bilan 5 kun, oddiy holatlarda 10 kun. Fuqaroning shaxsiy raqamiga har bir jarayonning sababi ko'rsatilgan holda elektron xabarnoma yuboriladi. 4-qadam yo'llanmani yuborish tartibi. Oilaviy shifokor tomonidan tayyorlangan yo'llanma bosh shifokorga, shundan so'ng esa tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasiga yuboriladi. Shifokorlar tizimda yo'llanmaning holatini ko'ra oladi. 5-qadam ekspertiza. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan yo'llanmalarni ko'rib chiqish muddati 3 kun. Xato, kamchiliklar aniqlangan taqdirda yo'llanma oilaviy shifokorga elektron tarzda qaytaradi. 6-qadam komissiya o'tkazilishi yuzasidan xabardor qilish. Yo'llanma tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan qabul qilinganidan so'ng fuqaroga ko'rikning vaqti, manzili ko'rsatilgan holda avtomat xabarnoma yuboriladi. 7-qadam ko'rik natijalari yuzasidan xulosa qabul qilish. Elektron navbat asosida tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan fuqarolar ko'rikdan o'tkaziladi. Ko'rik natijalari 20 kun ichida rasmiy xulosa shaklida taqdim etiladi.